Assalomu alaykum qizajonlar. Mana o'rik sezoni ham boshlandi. Bugun kam xarj va oson o'rikli shirinlik tayyorlashni o'rganamiz. Idishga un solib, sariyog' yoki margarin solib, kroshka qilamiz va ustiga shakar, tuz va linin solib, yaxshilab aralashtiramiz va suv solib, yumshoq xamir qilamiz. Xamirlarni dumaloq shaklda idishlarga joylab chiqamiz va ustiga kraxmal va shakarni aralashtirib, bir qoshiqdan solib chiqamiz. Kraxmal o'rikdan chiqqan suvni tortib olish uchun ishlatilinadi. Endi o'riklarni joylab, ustini sag'al berkitib olamiz va pishirish uchun yuboramiz. Agar sizlarda shunaqa idishinglar bo'lmasa, pirog qilib pishirsanglar ham bo'ladi. Pishirishga 180 gradusga 25 minutga qo'yamiz. Mana shirinligimiz pishib chiqdi. Ustiga saharni pudra sepib, dasturxonga tortamiz. نرضي الناس بما لا